Yevropaga sayohat qilish uchun Schengen vizani oson va muammosiz olish yo'llari. Ushbu videoda siz bilan quyidagi mavzular bo'yicha gaplashamiz. Schengen viza uchun kerakli hujjatlar ro'yxati, hujjatlar yig'ishda qiynalmasdan yugur-yugurlarsiz yig'ish, hujjatlar yig'ishdagi qo'rquvlar, viza javobi chiqsa necha kunlik beradi va eng muhimi kimlar viza ola oladi, kimlarga viza bermaydi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, Schengen viza olish jarayoni siz uchun ancha oson bo'ladi. Men Do'ppili bola Sam Travel komandamiz bilan birgalikda Yevropaga guruhli turlar tashkil qilamiz va barcha mijozlarimizga o'zimiz Schengen vizani olib beramiz. Schengen viza uchun kerakli hujjatlar ro'yxati. Schengen viza o'zi nima? Schengen viza bu Yevropaning 29 ta davlatiga kirish uchun ruxsatnoma. Siz bitta viza olsangiz, bemalol 29 ta davlatga vizasiz, chegara tekshiruvlarsiz o'tsangiz bo'ladi. Schengen vizani o'ziga yarasha talab-qoidalari bor. Bunda sizdan 4 xil turdagi hujjatlar so'raydi. Birinchisi shaxsga doir hujjatlar. Bu o'zingizning zagranipasportingiz, ID kartangiz bo'lishi mumkin. Ikkinchisi oilaviy hujjatlaringiz. Bunda agar uylangan bo'lsangiz, ZAGS qog'oz, farzandlaringiz metrikalari ko'rsatiladi. Uchinchisi bizada kasbga doir hujjatlar. Agarda ishlaydigan bo'lsangiz, mehnat daftarcha, oylik ma'lumotnoma kabi hujjatlar. Agar o'zingizning firmangiz bo'ladigan bo'lsa, guvohnomasi. Agar pensiyada bo'lsangiz, bu holatda pension knishka ko'rsatiladi. Va oxirgisi bizada bank hujjatlari, moliyaviy hujjatlar. Bunda bank spravka. Agarda nomingizda bo'ladigan bo'lsa, agar mol-mulklaringizni hujjatini ko'rsatsangiz bo'ladi. Hujjatlarni qiynalmasdan yugur-yugurlarsiz yig'ish. Schengen viza prestijli, ya'ni nufuzli vizalardan biri hisoblanadi. Bu Yevropaning 29 ta davlatiga, buning ichida Shveysariya bor, Fransiyaga muammosiz, chegara tekshiruvlarsiz o'tkazadi. Va shunga yarasha o'zining talab-qoidalari bor. Lekin hujjatlarni oson, uyingizdan turib, qiynalmasdan yig'ish yo'llari bor. Bunda aytaylik, shaxsga doir va oilaviy hujjatlar odatda uyingizda bo'ladi. Bunga ZAGS qog'oz yoki zagranipasportlar kiradi. Yoki-da topolmagan taqdiringizda ham MyGo platformasi orqali bemalol onlayn hujjatlarni yuklab olsangiz bo'ladi. Uchinchi turdagi hujjatlarimiz kasbga doir hujjatlar. Odatda bizning xodimlarimiz hujjatlar ro'yxatini sizni Telegramingizga tashab qo'yishadi va bemalol shu joyni buxgalteringizga tashlasangiz, onlayn hujjatlaringizni yuklab beradi. Bu ham odatda o'zingizning MyGo'ingizda bo'ladi. Bu oylik ma'lumotnoma, mehnat daftarcha kiradi. To'rtinchi hujjatimiz moliyaviy hujjatlar. Bunda bank spravka kiradi yoki-da nomingizda mol-mulklar. Buni ham onlayn olsangiz bo'ladi. Hozirda Ipak yo'li va Kapital Bank viza kartalaringiz bo'ladigan bo'lsa, onlayn programmasi orqali yuklab olsangiz bo'ladi. Juda kamdan kam holatlarda mijozlarimiz bankka yoki yagona darichaga borishadi. Bu juda ham kam, qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa. Lekin odatda bizning xodimlarimiz har qanaqa holatda muammo bo'ladigan bo'lsa, sizga yordam berib, muammolaringizni onlayn yechishga bemalol uyingizdan, joyingizdan turib hujjatlarni yig'ishga yordam berishadi. Hujjatlar yig'ishdagi qo'rquvlar. Bu hujjatlar nimaga kerak? Schengen viza aytib o'tganimizdek prestijli vizalardan biri hisoblanadi. O'ziga yarasha talablari bor. Biz odatda hujjatlarni kuchaytirish maqsadida nomingizdagi uy-joylarni kadastri va mashinangizning texpasportini kopiyasini elchixonaga viza arizasi bilan birgalikda olib kiramiz. O'zimizning maqsadimiz hujjatlaringizni kuchli qilish. Lekin-da odatda yosh kattalar buni noto'g'ri tushunib, ular qo'rqib qolishadi. Bu hujjatlarni nimaga so'rayapsizlar deb. Biz doim vizani muammosiz, aniq qilib olishga harakat qilamiz. Shunga bu hujjatlarni kopiyasini qo'shtiramiz. O'zi mol-mulk hujjatlar bu majburiy hisoblanmaydi. Qo'shtirmasa ham bo'ladi, shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, lekin doim vizani aniq qilib muammosiz olish uchun nima nomingizda bo'ladigan bo'lsa ko'rsatamiz. Siz Yevropaga borganingizdan keyin qaytishingizga bu hujjatlar elchixona uchun dalil bo'la oladi. Va biz 2016-yildan beri turizm sohasida ishlab kelyapmiz. Shu hujjatlar yig'ishda yoki da viza chiqishda umuman bizda muammo bo'lmagan. Viza javobi chiqsa necha kunlik beradi?
elchixona qonun qoidasi bo'yicha har bitta vizaga topshirayotgan shaxs oldindan Yevropaga qachonga sayohat qilmoqchi va necha kun Yevropada bo'lishini viza anketasida ko'rsatib o'tadi va bizani odatda hujjatlarni viza agentlarimizga full qilib, chiroyli qilib taxlab berishadi va siz bir marta Toshkentga barmoq izini topshirish maqsadida kelib ketasiz va topshirgan kuningizdan boshlab 15 kun ichida nasib bo'lsa vizangiz javobi chiqadi. Siz bemalol 3 oy oldin ham vizaga topshirsangiz bo'ladi, sababi siz qachonga sayohat qilmoqchisiz, o'sha kundan viza boshlab beradi. Va odatda bizning klassik turimiz 9 kunlik bo'lgani uchun 9 kun uchun va qo'shimcha 15 kun kalendor maqsadida viza berishadi. Agarda siz misol uchun yana qo'shtirmoqchi bo'lsangiz, 9 kundan ko'proq sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, bizning viza agentlarimizga oldindan ogohlantirib ko'rsatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Agarda viza chiqqandan keyin qilmoqchi bo'lsangiz, bu narsaning imkoni bo'lmaydi. Shunga oldindan ogohlantirishingiz kerak bo'ladi. Eng muhimi, kimlar viza ola oladi, kimlar viza ola olmaydi. Kimlarga elchixona viza bermaydi. Agarda sizda rasmiy ish joyingiz bo'lmaydigan bo'lsa, qo'shimchasiga oldin sayohat qilmagansiz va nomingizda mol-mulklaringiz bo'lmaydigan taqdirda viza olish muammo bo'ladi. Yokida ketma-ket Yevropaga topshirib отказ olgan bo'lsangiz, bunaqa holatda ham viza olish siz uchun ancha qiyin bo'lishi mumkin. Kimlarga elchixona viza ancha osonroq beradi? Agarda sizda xususiy firma yoki davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz, agarda o'zingizda firmangiz bo'lsa va guvohnomasi bo'ladigan bo'lsa, osonroq bo'ladi. Agarda siz pensiyada yoshiga to'lgan bo'lsangiz va pensiya oladigan bo'lsangiz, bu eng zo'r oson variantlardan biri hisoblanadi. Agarda siz aytaylik o'zingizda ish joyi yo'q, lekinda ota-onangiz yoki farzandlaringizning ish joyi bo'ladigan bo'lsa, sizga bemalol sponsor qilib ko'rsatsa bo'ladi. Va oldin sayohat qilganlaringiz yoki nomingizda mol-mulklaringiz sizga ancha viza olishingizda ko'proq kuch beradi va osonlashtiradi. Bizning viza agentlarimiz har bitta odamga individual yondashib, professional darajada hujjatlar yig'ishadi va siz vizaga topshirishingizdan oldin to'liq analiz qilishadi. Sababi siz отказ oladigan taqdiringizda 100% pulingizni qaytarib beramiz va o'zimizning reputatsiyamizda rol o'ynaydi. Shuning uchun ham bizning komanda to'liq hujjatlaringizni yaxshilab o'rganib chiqib, agar отказ oladigan shansingiz bo'ladigan bo'lsa, yaxshisi vizaga topshirishmaydi. Siz ham shu shansingizni, o'zingizni viza olish ehtimolligingizni tekshirmoqchi bo'lsangiz, bemalol telefon raqamimizga telefon qilishingiz mumkin va viza agentlarimiz bilan gaplashib ko'rsangiz bo'ladi. Odatda biz Yevropaga guruhli turlar bilan shug'ullanganimiz uchun viza olish odatda biz uchun ancha oson o'tadi. Keyingi videoda Yevropaga xohlagan paytda sayohat qilishga ruxsat beradigan multiviza bo'yicha gaplashamiz. Sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Yevropaga nasib bo'lsa birgalikda sayohat qilamiz.